Toza bo'lmayapti. 40 chelak suv ketdi, ko'rdingiz. To'g'ri, vazifam. Boshqa g'assol chaqiringlar, iltimos. Voy. Men ham charchab ketdim, singlim. Toza bo'lmayapti. 40 chelak suv ketdi, ko'rdingiz. Ostidan najosat to'xtamayapti. Quloq burnidan yiring. Qorinlari bilan yotganlarga teshilib qopti. O'lik qurti to'xtamayapti. Ko'nglim aynib ketdi. To'g'ri, vazifam. Boshqa g'assol chaqiringlar, iltimos. O'zi, o'sha 4 ta g'assol chaqirib ko'rdik. Bu ayolning nomini eshitib, hammasi qaytardi. Iltimos endi, amaliylik, maharli tampulni tiqib yopsak-chi? Yo'q, iloji yo'q. Shuncha 40 ta chelakdan keyin ham toza bo'lmadi mayit. Bu holatda ko'molmaymiz. Umuman yo'qsiz holat, tahoratsiz holatda qilib topshiraman. Voy, Alloh, gunohini kechir. Borguncha kafani bo'kib ketadi. Meni kechiring. Men ishimni qila olmadim. Vijdonim yo'l bermaydi. Men ketdim. Xafa bo'lmanglar mendan. To'xtang. Yo'q, qo'ying. Voy, yo'q, qo'ying, men ketaman. Voy, bo'ldimi? Yo'q, singlim. Mendan xafa bo'lmang, xo'p. 40 ta chelakga ham tozalamadik oyizlarni. Nimaga vazifangizni qilib bersangiz-chi? Oyizlarni kasbkorlari nima bo'lgan, singlim? Sutxo'r bo'lganlar. Nima edi? Tushunarli. Mayli. To'xtang, og'zingizga siqqan pulni beraman. Shu yerda onamni yuvib tozalab chiqarib berib ketasiz. Harom pulingizni menga tiqishtirmang. Tushundingizmi? Agar vaqtida tavba qilmasangiz, singlim, sizni ham shu kun kutib turibdi. Boshqa g'assol topib chaqirmasam bo'lmaydi. Pul desam, luboy qiladi. Voy, sal oynani ochsanglar bo'lar ekan. Sizlarga sabr bersin. Voy, namuncha bu uyinglar hidlanib ketgan. Mayitdan kelyaptimi? O'lib, bir hafta shu uyda qolib ketibdilar. Shuni amallab bering, iltimos. Naryoqda erkaklar kutib qolishdi-da. Bitta g'assol ketib qoldilar bo'yinlariga olmay. Bo'ldi. Mayitni qiynamaylikda, ortiqcha gapirmasdan tez bo'la qolinglar, qizlarim. Bo'la qolinglar. Kim nima qiladi? Bittanglar suv tashib beringlar. Bo'linglar. Qizlarim, mana endi amallab men yuvib berdim. Joylari jannatda bo'lsin. So'roq savollaridan eson-omon yengilgina o'tib olsinlar, Alloh o'zi himoyasiga olsin. Amallab ko'rdinglar, marli paxta bilan hamma joyi o'rab tashladim. Faqat tez olib borib ko'mib olishsin, xo'pmi qizlarim? Men ishimni bajardim. Rozi bo'linglar, xo'pmi? Menga ruxsat endi. Oyijon, boyliklarimizga kibrlanib, mana shu topgan harom pullarimizda katta ketgan ekanmiz. Oxiratda Alloh borligi esimizdan chiqib qolgan ekan. Shunaqa vaziyatlar bo'lar ekan, pul bilan hal qilib bo'lmas ekan. Ona, kechiring. Savol-javoblaringiz oson bo'lsin.